Bilasizmi, nega bu dahshatli jangchi jangdan so'ng yig'layapti? Sababi juda yurakni ezadi. Jang oldidan fransuz Niganoni 15 oylik o'g'li Kobi olamdan o'tdi. Shu xotira uchun chap qo'lga ham farzandini bilan tatuirovka qildirdi. Bu jang unga nafaqat natija uchun emas, ruhiy ozodlik va oila xotirasi uchun kerak edi. Nigano hatto sportdan ketishni o'ylagan, ammo keyin bu jangni qabul qildi, faqat o'g'liga bag'ishlash uchun. Raqibi esa oddiy emas edi. 2 metrli braziliyalik Renan Ferreira laqabi muammo. Uni laqabi bejizga emas, chunki u ringda har qanday bayt uchun sinov bo'lishi mumkin. Ustuligiga qaramay fransuz jangga uzoqdan afson so'ng chiqqandi. Biroq bu tanaffus uning irodasini sindirmadi. U xavfli almashinuvlarga qaramasdan mukammal taktika bilan harakat qildi. Stoykaga jang qilish o'rniga u kurashni tanladi. Renan ustiga uchburchak yo'qmoqchi bo'ldi, ammo Nigano bu holdan chiqib ketdi va o'zini mashhur afrikancha bombardirini yog'dirdi. Shundan so'ng raqib o'z kuchini yo'qotdi. Jang tugadi. Fransuz tiz cho'kdi va yig'ladi. Lekin bu mag'lubiyat yoki zaiflik emas edi. Bu yurakdagi og'riqni yengish, sevgi va xotirani maydonga namoyish qilish ko'z yoshlari edi. Do'stlar, kanalimizda fransuz Nigano muxlislari bormi? Yozib qoldiring.